Assalamu alaikum, hörmetlik görürmenler. Men qeyrişanlar nemice Allah. Bugün her bir anla bilen bir neçe haber üstünde mülahize edip barımız. Mülahizemizde ortaklaşımız yani. 5. ayın 7. günü bir haber çıktı. Yani Pakistan'daki 10 bir Xitay bidikçilerini yani yalğan namda kızlarını toy kıldırış için Pakistanlı kızlarını Xitay'a gelip beriş şekilde muştaq odam bedikçiligi qilayotgan 10 Xitoy qo'zg'olonligini xabarini berdi. 10 Xitoyninki mushu yerlik xristianlar rayonidagi, Pokistondagi xristianlar rayonidagi yerliklar bilan birlashib turib, yerlikda bir pop bilan birlashgan chog'i bor. Undan keyin har bir to'y qilmoqchi bo'lgan Xitoy bilan to'y qilmoqchi bo'lgan qizlarning oilasiga $3000 berib, har oyda $280 ayda pul beradiganlikdek shaklda deyishib, o qizlarni Xitoyga akitib yerda pasha ishlarga selayotganligidek narsa oshkorlangan bo'ldi. Ammo bu narsa oshkorlangandan keyin mayli Pokistonda bo'lsin, mayli xalqaro kun tartibga kelmadi. Balkim ular pul uchun bilib turib shunday ish qilganligi uchun, shunday bo'lganligi uchun bu narsa mayli Pokistonning xabarni bizga bergan bo'lsinmi, davlat ishidagi. Ammo bu yana xalqning bir noroziligiga, qarshiligiga uchrab ketilmadi. Arqadan Xitoy tajovuzlari shu Pokistonda turishliq bir shirkat nomida yoki bo'lmasa Xitoy elchixonasining nomida Ramazonlik bir mashin un tarqatgan bo'ldi. Balkim bu shakldagi narsaning kun tartibga kelib ketishining oldini olishmi va yoki bir shaklda o'zicha Sharq Turkistonda Ramazonni to'sqan bilan, ammo Pokistondagi bir rayonlarda u yerda islom diniga qarshiligini bildirolmaydi. Uning uchun qanday qiladi deganda, ehtiyoj bo'lgan xalqlarni o'ziga moyil qilish uchun xuddi Suriyalarda avtobus taqitib, avtobus sepirib, boshqa Afrika va Falastindagi xalqlarga moddiy yordamlarda bo'lib xuddi her xalq qilganga o'xshash yaxshiroq bo'lish ba'zi bir arab davlatlarining o'zida o'zini yaxshi ko'rsatganga o'xshash Pokistondami shu shaklda bir mashin unni tushirib taqib qo'ygandek bir ko'rinishlarni ko'rgan bo'ldik. Uning keyindan tunigan bir chiqqan xabarda kun tartibga kelgan xabar Gumun oyisida 77 nafar bizning singillarimizni shu yerdagi Xitoylarga majburiy shaklda to'y qilganligidek kollektiv bir to'y murosimining rasmi tarqalgan bo'ldi. Bu rasm tarqalib uzoq o'tmayla buni uchirganlik to'g'riliq xabarlar chiqqan bo'ldi. Mayli qanday bo'lsin. Bu shaklda majburiy to'y qilishninki nayt keng ko'lamlik suratining tezlatayotganligi hammamizga ma'lum. Ba'zi qarindoshlar bilmasligi mumkin buning ichidagi qanday shaklda to'y qildirish uchun nima shaklda yilani-nayran o'ynayotganligini. Xitoyda to'y qilmagan, ya'ni to'y qilish yoshiga kelib, ya'ni qiz chunki Xitoylarlikqa bir farzandlikni davomlashtirgan mezgillarning o'zida yo'l qo'ygan siyosatning o'zida Xitoyda nurg'unlagan qiz buvoqlar o'ldirib o'tildi. Chunki Xitoylar o'zining varisining o'g'il bo'lishini istab, agar ayolning qo'shqida qolgan bolaning qizligini pecho orqali ko'rgan bo'lsa, vaqtda qizni darhol shu doktorxonadan og'izib etib, uning tug'ilishiga yo'l qo'ymadi. O'g'il bo'lgan bo'lsa, uning tug'ilishiga yo'l qo'ygan. Shuning darajasida hozir bugungi davrda nima bo'ldi deganda Xitoyda 50 millionga yaqin o'g'il ya'ni ayolsiz qoldi, juftisiz qoldi, ya'ni bu to'y qilayotsa qiz yo'q. Bunday ahvolda qanday qildi deganda ba'zi bir Sharq Turkistonda Xitoy nopusini ap qilish uchun hammamiz bilgandek Sharq Turkistonda bo'layotgan zulm sababli Xitoylarga ta'sir qildi. Shu yerda yashayotgan Xitoy ko'chmanlari nihoyatda bundan qo'rqish va bundan bexatarlik tuyg'usi bo'lmaslik ham bundaq rejim bu shaklda bularga elib berayotgan Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan bu narsa do'qmush bo'lganlikdan bularning
xizmat jarayonida charchab ulesh va har xil shakldagi ko'p psixik hujumlarga uchragan bo'ldi. Buning bilan bu yerda turib qilish imkoniyati az bo'lib, ba'zi Xitoylar bergan nima pullarni eliblam yordam pullari ichkaridan Sharq Turkistonning bir rayoniga kelib ko'chib, o'sha yerga tursa 5 yilgacha uyini haqsiz beradigan 200 minggacha yordam puli beradiganini yo'l qo'ygandi. Ammo buninglarma ular pulni bo'lgandan keyin lamasta qilib, o'zini o'yinlariga qochib ketib, bu yerda nopsni saqlab qolish imkoniyatini aytdi. Nimaga uchirdi? Besim uchirdi Xitoy. Xitoy tajovuzda buni bilgandan keyin qanday qildi deganda, hozir mana bizningki birinchi Uyg'ur qizlarimizni tez shaklda butun Uyg'ur degan 18 yoshdan yuqorilarning hammasi turmada jazo lagerlarida bo'lganligi uchun bu shaklda foydalanib ularga qarshilik ko'rsatadigan bir kuchning bo'lmasligi. Yana birisiga bir şekilde o boyta Xitoylarni o'sha yerda darhol o'ylantirib shu yerga singib ketishni. Bu orqali birisiga mecburi şekilde öğüt kuruluş orqali bir şekilde bularni qarshiligini yo'qotalaymiz. Bularning qon-qiniga biz singib ketimiz, bularning qinni bulg'aymiz degan shaklda usul qo'na olgan bo'lsa, yana bir jihatdan shu yerdagi nopusni kengaytirish va kelgusi farzandlarningki dunyoga kelgan farzandlarning xitoylashishini buning har jihatda buningga tadbir ola oladiganligini bilib, bular darhol bizning Uyg'ur qizlarimizni darhol shaklda yatliq mecburiyatli qilishga zo'rlayotdi. Bunun ağa uçurlarımızda bunun için çokum Xitoy erlerini bunun rivayetlendirip ularni bir şekilde bir yürüyüş öy bilen ta'minlaydiganligini. Haqsiz. Anandan 88 ming Xitoy puli berdiganligini. Anandan balasının 18 yaşga kirgizcha her ayda 800 yuan turmuş yordam puli bilan bahramon bo'lganligini. Buni hukumat buni kapolatlik qilib Xitoy tajovuzlari Uyg'ur qizlarimizni buni iloji. Ama Uyg'ur qizlarning bularga mecburi şekilde to'y qilmas unumasa, ularning ota-onasi va yoki o'zincha lagerga akirib ketimiz, yoki ota-onani bunday qilib ketimiz, urug'liqlarni bunday qilib ketimiz degan shart bilan ularni zo'rlanayotganligi o'tirdi. Endi ikki tarafdagini misol oldim men. Pokiston bilan bizning Sharq Turkistondagi ikki tarafdagi bir ayolning realligini deb xabar shaklida deb o'tgan bo'ldik. Biz Pokiston mustaqil bir davlat, u mustaqil bir shaklda ota-onalar va bir shakldagi insonlar. Balkim kambag'alchilikdan, balkim ehtiyoj tufaylidan oldinib to'y qilib keyin yo'q deganda Xitoylar ularni bir guruh shaklida uni akitib qanday qildi deganda u yerdagi Xitoydagi pashxonlarga setib u yerda ularni bunday shaklda dafsanda qilayotganligidek bir ko'rinishi. Yana birisi shu deganda Sharq Turkistondek bir zamonda bir musulmon qizini Xitoy tajovuzga bir qora kofirning mecburi shaklda elib, tahdid shaklda elib, bir shaklda shu ularni mushtaq shaklda tizginlab va ularning qinini bulg'ayotganligidek, osmon otasini tezlatayotganligidek bir ko'rinish. Ikkili davlat qizlarning taqdiri o'xshash Xitoy tajovuzlari tarafidan bulg'anmoqda. Ammo davlat va bir hukumat shaklida ularni balkim uni uchirgandan keyin balkim uni Xitoyni tutgan bo'lsa, u balani akilib olib bir shaklda hal bo'lishi mumkin. U Pokistondagi u qizlar erkinlik chiqishi mumkin. Davlatga qaytib kelib yana boshqa shaklda yashashi mumkin. Ammo bizning Uyg'ur qizlarimiz nima deganda hem ruhiy bisimga, hem jismoniy bisimga her şekildeki şu bismillah uçurup nabıt buluş halde durmakta. Torlarda bunun kartta nayt qarindoshlarimiz izini bunun aldığını qanda alımız. Bir şekilde bunun aldığını eli saqlı yaxşı olurdu. Bunun bir fikir teklif berdiğin qarindoshlar. Bəsək degan fikirlerini oturup qoygan bo'ldi.
To'g'ri, buning uchun hammamizning bir izlanishi, buning oldini olish uchun bir tadbir erishimiz nihoyat muhim. Buning uchun izlansek yo'l chiqadi qarindoshlar. Yo'l chiqmaydigan ish yo'q. Balkim bu bir kun Xitoylar bu shaklda bizni osmonga desya qilibmiz deb maqsadga yetolmaydi. Lekin biz belgilik darajada ziyon zahmat uchirishimiz aniq. Ammo biz bu ziyonning eng tuvan chekish ko'rish uchun kuch chiqarish siz bilan mening majburiyatim. Qandaqdir u yerdagi mening tuqqanlarim yoki mening bevosita tuqqanlarim bo'lmasligi sababdan emas. U yerdagi hammasi bizning o'zimizning bag'rimiz, bizning jigrimiz bo'lgan uchun his qila olgan vaqtida buning uchun biz harakat qila olamiz. Agar uning uchun bo'lmay, bo'pti degan gumulliq kelibdi, aytganlikka bizning biyakagichi bir to'xtab turli yoki nima turli desak vaqtida bu og'ir xiyonatga, og'ir jinoyatga sodir bo'lgan bo'lamiz yoki bo'lmasa biz shuning javobgarligini tortamiz. Vatandagi qarindoshlar buning javobgarligidan balkim o'zurlik shaklida qutula olishi mumkin. Ammo muhojirda yashayotgan siz bilan biz bundan qutulib qololmaymiz. Alloh taolo bizni mayli pasportli bo'lsin, mayli pasportsiz bo'lsin, bir imkoniyatga erishtirdi. Pasporti yo'qlar, pasportning bo'lsa anda qildik, manda qildik deb uning davosini qilyapmiz. Yoki uning uchun harakat qilyapmiz. Pasporti bolachi. Pasporti chiqib bo'lgan, xotirjam yashayotgan bizlar nima uchun qilyapmiz? Biz bola boqamiz yoki bo'lmasa bir shaklda bir uy olib olsak bo'ladi, yoki bo'lmasa bir shaklda bir xotirjam yashab olsak bo'ladi, yoki bo'lmasa bo'lmagan bir davlatga berib olsak bo'ladi deb yashayotamiz. Nima yashayotamiz? Qanday yashayotamiz? Shuning uchun, buning uchun hammamiz bir shaklda mayli Ramazon mezgilida turyapmiz qarindoshlar. Ramazon mezgilida hammamiz turishlik davlatimizdagi masjidlarga berib musulmonlarning va buni anglashimiz kerak. Boshqa millatlar buni bek ig'ir olib ketmasligi mumkin. Ammo biz musulmon xalqiga buni xitob qila olsak, Xitoyning bir qora kofir ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonda islom dinimizni dafsanda qilish, masjidlarimizni chiqib, uni tuzlash, yo'qotish bilan birga bugünkidek Ramazon mezgilida Sharq Turkistonda azon ovozini anglayolmagandek holatga bugun keldik. Agar biz buningga sukut qilsak musulmon dunyosi va insonparvar xalqlar, mushu kun bizning beshimizga kelamdi ekanman. Sharq Turkiston xalqining bugun ko'rayotgan bu kunini biz buningga sal qarasak yoki bo'lmasa bu mushu millatning o'zining ta'tir peshonligi yoki bo'lmasa bugunning o'zining shuna tatquligi va shunday bir shakldagi bir insonlar deb buning shaklida ko'rib buningga sal qarasak vaqtida qanday bo'ldi deganda bu Xitoy tajovuzlari buning bilan to'xtab qolmaydi. Xitoy tajovuzlarining butun dunyoga xirs qilayotganligi Pokistondagi bir atomovi, askari bir davlatni qizlarini dafsanda qilayotgan bir Xitoyga boshqalarninkini albatta qilishdan yanmaydi. Xitoyda chunki insof yo'q, Xitoyda diniy e'tiqod yo'q, Xitoyda bir Alloh deydigan bir nima yo'q, tushuncha yo'q. Bu bir dinsiz, atizm shaklida bir nima qilgan bir millat. Bunun uchun bu millatda na mehr shafqat, na silarayim, na uningdan boshqani kutish bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun bugungi bu zulm chekilayotgan bu kunda yanalam bizning ba'zi qarindoshlarimizning sukut turishi va yoki ota-onasini lagerlarga akirib ketib olsa, yana ularning davosini qilishdan bosh tortishi. Anam jim deganda, anam jim turibdi deganda, anangiz vatanning ichida jim turibdi demay nima deydi o? Men bir necha shunda dedim. Bu yerda olsa chetishlik boshqa tuqqanlar dedim. Voy boshqa tuqqanlarimiz hammamiz Sharq Turkistondagi hech kim ayni bugun ko'rdik-ku Nurbekirninki Tuninga chiqqan xabarda Shinyangninki sud mahkamasi ustidan ayblash nimasini beribdi. Voy ashi bir umr Xitoyga sodiqlab ishlagan chakartigi shu. Bo'z shuni qilmasa bo'ladi-ku. Uni mayna parxorlik qildi, aqlli ko'p qildi deb bir shaklda mana bugünkidek uning balki o'lim jazosi berib o'tishi mumkin. Xitoy aytib o'tadi uni. Aytib o'tadi.
Saq qo'ymaydi. Hech qanday munofiqni saq qo'ymaydi Xitoy. Va munofiq qilayotganlar bizni saq qo'yib qo'ydi, biz bunday shaklda deb yuribmiz deb qolmang. Tarixning betiga yozilib ketasiz. Munofiqligingizni Xitoymi o'ltiribdi sizni? Bilgan ma'vo qolgan sizning munofiqligingizni bilib qolgan qarindoshlaringizmi sizni o'ltiribdi? Siz bu dunyoda xarolab bilasiz, dushmanning qo'lida o'lmasangiz, bizning qo'limizda o'lsiz. Bizning qo'limizda o'lmasangiz, dushmanning qo'lida. Ikkisini biz tanlash, ikkili o'lan bor, ammo hamma o'lan. Munofiqning jazosi bu. Munofiq inson hech qachon hayoti qutilib qolgan emas. Dunyo oxirat xor o'tadi. Munofiqning jazosi bu. Berilgan jazosi bu. Onun uchun biz şeklinde bu urug' tuqqanlarimiz sababli Xitoydan voy ma Xitoy yaxshi Xitoy edi, ma Xitoy o'ng Xitoy edi, ma Xitoydan bizim kelib qolibdi, ma kompartiya aqchiti ko'kchiti buning ichida yaxshisi bor deb manda ilg'ab yuradigan ishni qilmanglar qarindoshlar. Andan keyin ma ota-onamiz kirib ketgan qarindoshlar benim degandek ota-onamiz telefonda turib, hamda balam shukurda balalarning vaqti nima deydi? Qulan Qur'onni al balam. Ha, kimmamsa deysimi kelenmeymiz biz. O beçarlı üzüne ve sizin ayab şunçalıkla gap qalalaydı. Anam anda dediği mandadım diyenin hemmisi biyağın bana. O üzünüz aldavatqanlık näse dep qarayman mençe. Üzünüz aldagal. O biz tüngen biz yani biz bir yer dedi. O ay men qilib qalsam, men atib qalarimni gapni qilib qalsam, ma tuqqanlarim chetib qoldi ekan, yani boshqa tuqqanlarim. Yolg'on gap emasa. Hamma tuqqanlarimiz chetilib bo'ldi. Hamma tuqqanlarimiz Xitoy atama deb bo'ldi. Hamma Xitoy, hamma Uyg'urning o'lim jazosi ijro qilib bo'ldi. Biz buni 2016-yil degan gap. O'lim jazosi ijro qilib bo'ldi. Hozir har bir faqat ijro qilish boshqa turibdi. Tartib bilan kelyapti Uyg'urning hayoti bugungi kunda. Sharq Turkistonlik xalq bugun puti chigilgan qo'yliga o'xshash yetig'liq. Faqat Xitoy udilkaginnam vaqt yetganlar bo'g'izlab menyapti. Fakat sizden biz bunun qartaçı üzümüzü aldap ötküzətimiz. Andaq de, mandaq dedi. Demek nima degende hemmimiz bir yerdə üzümüzün imkaniyetiga yarasha ish qilaylik. Cheklik bo'lsaqmi sonimiz, ammo hammamiz o'rnimizda turib o'zimizdan qila olamiz. Men bugun nima ish qila olaman? Men bugun bir xabar yoza olamdim, yo xabar taqta olamdim, yo Xitoyga qarshi bir nima deya olamdim, Xitoyning aybini ocha olamdim. Eng aqalli narsa. Men nima ish qildim men bugun deb o'zimizdan so'rasak qarindoshlar, buning javobi chiqadi. Bugun ulug' oy, ulug' kunlarda turibmiz, ta'at ibodatlarimiz bilan birga bu shakldagi kunda o'zimiz hisob qilishni unutib qolmaylik qarindoshlar. O'zimizni hisob qilishni bilmasak, hisob oladigan kunga oz qoldik. Boramiz shu yerga. O vaqtida hisob bermaymiz desak ham beramiz. Qanday shaklda Alloh taolo bizning hisobni oladi. Buning uchun qarindoshlar bugungi bir shaklda Mulayim şekilde, şunchalik shaklda o'zimiz bir o'rtoqlashgan mazmunlarda har birlar bilan fikrlashgan bo'ldik. Gapimizning to'g'ri yerini qabul qilinglar, xato yerlar qilib qolsin. Bizmi xatolikdan mustasno emas qarindoshlar. Uning uchun har birlariga Allohning salomini deb assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga emanet.